Xristianlar to'g'risida bir xabar anglanglarmi? Men bir qancha yildan buyon janglarda bu shahardan yiroq joylarda bo'lg'achqa, ularning qanday fitnalarni barpo qilganligini helil angladim. Agar men Diokletianusning o'rinda bo'lgan bo'lsam, ularning hammasini bir yo'ldan qilishdan o'tkazgan bo'lardim. Men bir rimlik bo'lish sifatim bilan sizlarga va'da beramanki, imperator ketgandan keyin Rimni ularning vujudidan pak-pokiz tozalayman. Bugun night katta kun. İbadetxona papilarının hammasini chaqirish kerak. Hammanglar bizdan podshoh imperatorning kelganligini kutib olish murosimini kuchimizning yetishicha hayvatlik va intizomliq o'tkazishni kutib o'tidi. Mening planimcha o'tqa o't shoxlari va boshqa xushpurak moddalarni tashlayli va barliq o't qochilariga o't yiqish buyrug'ini berayli. Kiyimni unutib qolmayli. İmperatorning o'mak hamrohlari o'tib bo'g'icha papalarning hammasi ibodatxona oldida qator tizilib turish kerak. Yana Apollonning haykalini gullar bilan chiroyli bezayli. Shundaqla ibodatxona oldi va imperatorning qadamlari gul bilan to'shsin. Men qo'rqatyapman oliyjanob. Imperatorning har qanday bir shaharga kirishi yaxshilik bilan oxirlashib boqqan emas. Har doim balo qazo ilib keladi. Allah nimani iroda qilsa, shu bo'ladi. Galos. Xo'p, oliyjanob. Chiqib ma'pin tayyor qil. Men bu suratni qo'rqatyapman. Uni bu yerda ilib eting. Yana shunday ko'ngilni buzadigan tushlarni ko'rgan o'xshamamsiz? Tushimda men o'libdiman. Ammo bu surat hayot ekan. Men bu suratning ichidan hayot chiqibdiman. Siz menga ishonishni yoki suratga ishonishni bilmay qopsiz. Birozdan keyin bu suratni onam degidekman. Ya'ni men onamning o'zi bo'lib qopdiman. Bo'ldi. Men bu suratni bu yerdan elib o'tib, faqat o'zimni ko'ra oladigan boshqa bir joyga qo'yib qo'yay. Shunda qilsam bo'la. Hanım, hammanglar menishga tayyor bo'ldi. Tezroq bo'linglar. Oliyjanob qani? Kitobxonaga ketdi. Sen berib qarab boqqin. Chaqirib chiqay. Oliyjanob. 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 Galos. Sen bu yerda nima ish qilasan, ha? Oliyjanob, bu qayer? Men to'nining barligidan xabarim bor edi. Ammo bu ömkürning borligini bilmaydi ekanman. Yana bilmaslikka tirishgan.
Faqat o'zingni bilgin. Bu joy mening xilvatgoyim. Men bu taxtay, mana bu injilga o'xshash bir qism qimmatli narsalarni bu yerda saqlayman. Bu joy to'g'risida hech kimga bir narsa dema. Faqat xatarlik chaqda bu joyni yo'shirinish o'rni sifatida ishiltinglar. Qarang'u chaqdimi deyishdan qo'rqadigan haqiqat. Bir kuni yo'riq chaqdimi oshkor anglanadi. O'ylarning bulung pishqoqlarida o'rgangan iymon bir kuni egiz-o'gizlarda javlan qiladi. Qandaq sizga Alijonov? Qandaq sizga shundaq bo'ladi? Ha? Men bilmayman. Mening birdan bir orzuyim shuki, bir kuni bu jumla aminlashgan deyman. Bu muqaddas Injilning bu nusxasi bo'lib, shu taqvodir buvoydan yodikor sifatida bu yerda saqlab keldik. Aras, nima bo'lib bu yerga kelib qolding? Men ish qo'chiqqan alelari. Uni demoqchi emasman. Men bilan bir ishing bormidi? Shundaq. Olijanob Daqiyanus shahar katta boshlari va yuqori martabalik askar qo'mondonlari bilan birga imperator Adrianusni kutib olg'ili tayyorlanadi. Tezroq bo'lsa, silim cho'qim bamisli bo'lmaydi. Bilaman. O'zimning ichki hissiyotini nazarga tutmagandimi, u yerda hozir bo'lishim kerak. Olijanob, o'zlarini bilalar. O dunyo imperatorni kutib olish yo'li ustida kirisqa esildi. Ish harakatlariga diqqat qilsizlar. Daqiyanus bilan Juliusning ko'zlari o'tkir. Ularning o'tkir ko'zlari uzunga bormay ajoyib bir hodisani ko'rdi va o'z ko'zlariga hargiz ishonmay qoldi. Allohning yordami bilan ishni oxirlashtirish kerak. Olijanob, men qo'rqyapman. Nima ish yuz berdi? Oldimizda qanday hodisa yuz berdi? Men qo'rqyapman. Sen faqat uyda o'ynaysan, bo'lamdi. Ma'qul opa. Men mapini qishib chiqay. Ha. Tayyorlig'inglar bitdimi? Biz tayyor. Qalpiqingiz dada. Ha, rahmat o'g'lim. Men bek andish qilib qo'rqyapman. Allohga omonat o'g'lim. Allohga omonat. Allohga omonat. Siz buncha qo'rqib ketgandek imperator odam emaydi. Go'yo ko'nglimda bir narsa sizni bizni tark etadi deyotgandek qiladi. Behuda o'zingizdan tashvishlanmang. Allohning irodasidan boshqa hech ish bo'lmaydi. Janobi Diokletianusning farmoniga binoan barliq katta boshlar va mushavirlar Hazratning bayonotlarini anglashga va doklad berishga tayyordir. Avangardlarning doklad berishicha, Filadelfiya pat arada imperatorning muhofazat qiluvchilar va qo'g'duvchilardan iborat eng cho'ng karvonning yetib kelganligini tomosha qiladi. Barliq askarlar va shahar katta boshlari kutib olish murosimi uchun cho'qim tayyor bo'lishi kerak. İmperatorning shaharga qaysi tarafdan kiradiganligi aniqmi alilari? Shundoq, Julius. Rimning buyuk imperatori karvoni Angelus tarafdan Filadelfiyaga qarab kelib o'tibdi. Uzunga qamay bu yerga yetib keladi. Oliy maqom,
va qudratli Jupiterga durut bo'lsin. U bundaq cho'ng iftixorni bizga nisib qildi. Alijanab, bu shahar podsho imperatorning qadam tashrif qilishini kutilishga tayyor. Janobi Diokletianus, o'zlarining farmoni kam kuchsiz baja keltirildi. Ya'ni men podsho imperator kirgan va bu yerda tug'an chog'da shaharda biror ishning chiqmasligiga ishonch qilsam bo'lamdi. Shundaq oliyjanob. Buyruqlarga binoan barliq yomon niyatli odamlar, shundaqla xristian kofirlarimi bizning askarlarimiz orqali asirga olindi yoki halok qilindi. Xotirjam bo'lsizlar. To'lib tashqan iftixorim bilan ayta olaymanki, ularning muballig'ini kirisqa astem. Mana biz hozir Bixaramon imperatorni kutib olishga tayyormiz. Qudratli Jupiter o'g'li Apollonning haybati va shon-shavkati mana bugun bizga yuzlanmoqda. Shuning uchun imperatorning oldida tizlanib o'ltirib, uning bosh qo'yishimiz kerak. Qarshi olishga chiqishga alohida ijozat so'raymiz. Bu astin chiqmaydigan bir kundir. Men hamisha imperatorlikni tangrilar emas, balki qilishni kuch qo'g'dab qoladi deyman. Janobi Julius'dan hayron qolarlik so'zlarni anglayaptim. Aldirma. Men to'g'risini deb beray. Imperatorlikni tangrilar saqlaydi. Biz qilish bilan tangrilarni saqlaymiz. To'xtanglar! Adoniya degan qaysi? Av kirist taxtisi oldiroq turg'ini. Cho'nglarning tabiati oldida turish. Cho'nglar hamisha oldida turadi, ha? Xo'p bo'ldi. İmparator bu çaşqanlarning hammasini Rimdan qurtib tashlash kerak. Meningcha, ko'ydirib tashlash bular uchun eng munosib jazo bo'ladi. Yo'qsa janoblari, kirist ustida uzun tursa, azoblanishimi uzun bo'ladi. Shunday emasmi? Ey Allah, ularga qachonmi nejotlik berasan? Ular sening yoranlaring. Sening jon berishingga zaminning layoqati yo'q ekan. Şoň seni osmon o'z qo'yniga opdi. Vah, nemanchi qat ko'tirib turding, ha? Mevlayimiz Mesihning ilohi bilan qasamki, imperatorning jazosi tangrilarning haykalining jazosidan og'irdir. Qadamlari shumliq to'lgan bu imperator o'limga loyiqdir. Ey Allah, qachongacha do'stlarimizni mushundoq zulm chekishga va g'ayrib bo'lishga loyiq ko'rsan. Bular nimishqa buncha qiyin qistoqqa bardoshlik berdigandi?
Bular Rim imperatorunun kudretinden gapıldır. Bularning dindoshları bularni ko'rsa farmansizlik qilish jur'atini kallasini shaksiz chiqarib tashlaydi. Qag'ı kuzg'unlar bir qancha kun yaxshi oziqlandigan bo'ldi. Ularning xushallik ziyofatini hargiz qalayimqon qilib etmanglar. Bosh ustiga Ali janob, sizlarning farmonlari birma-bir ijro qilindi. Men sizlarga va'da beray Ali janob. Menga ishonsizlar. Mayli. Tezroq bo'linglar, tez. Aldığınızda birini mi körlüp atıdık o? Texmo tezroq minglar.
Tangrilarning zimindagi o'rinbosari bo'lgan podshoh imperator Adrianusga salom. Dünya yerimining sultoni ve keng ketken büyük Rim imperiyasining imperatori Hadrianus'a salamlar olsun. Jupiter'ning salami dünyanın yeriminin hükümranı saltanatlik Hadrianus'a olsun. Rim halkının tanrısı ve kudretlik imperiyanın barlık leşkerlerinin kumandanları Philadelphia'ya kelganliklarini kızgın qarshi olamiz. Qasrın yaman emasken Diyokli. Bu yerda obdan turib yetibsan. Özlerinin merhametinindir canabları. Onun bilen behli samimiyetkallah. Shundaq. Trajan zamanida o mening lashkarlarimning layoqatli ofitserlarining biri edi. Bir qatim o mening hayotimni qutqizib qolgan. Shundaqmi? Undaqda Philadelphia'ga safar qilish qiziqqanlari behuda emaskanda? Bu Cenab-ı İmparator'un bendisi köyüngelliginindir. Undaq bulması mendek bir arzimas bendige. Tanrını kutkuzushi nerdimi bolsun? Sen bu yerda yağlımı sözlerini yaxshi ögünüpsen, ha? Bu mu özlerinin merhametinindir. Eğer undaq bulmagan bolsa men bundaq güzel sözlerini nerdimi kılalay? Yo'qsa, gapchilik qilish bo'lsa qudratning nishoni. Meningcha Cenab-ı İmparator ve hanım sefer mushaqqatlari bilan charchab ketdi. Sizlarning aramgohinglar bu tarafda. Bizning Suriyadagi sharoitimiz Rimga hargiz yetmaydi. Ata Philadelphia'ning go'zal shikarlari Hazreti İmparatorning sha'niga uyg'un bo'lishini umid qilaman. Marhamat. Qaraganda sen uzun yillardan buyon Rimga berib boqmabsan-da. Nimalarni tasavvur qilib qolding? Biz o'zimizning rahat parag'atini qayirib qo'yib, ko'proq davlat kengaytirish xiyolida bo'lib ketdik. Yana texi mening o'rdan bilan Tirazavonning ordisi ko'p farqlandi. Marhamat Ali janob. Mehmonlarni yotoqlarga boshlanglar. Bizning orzuyimiz özlerinin tinchligidir, Ali janob. Yaman emas joy ekan. Marhamat. Marhamat Ali janob. Bilmadim, nimishqa buncha siqilish his qildigandiman. Nihoyatda qiyin bir kun bo'ldi. Bu bechoralarga qarang. Sizlar nimishqa o'rib tursizlar? Saqlavatimiz Ali janob. Kimni? Bilmaymiz.
o'ltirsak bo'lamdi. Albatta bo'ladi. Mayli Galus. Şu! Mına, bola, mına. Tez bol, mına. Mına, bola, mına. Tez bola. Boşa. Mına neyim, mına. Boşa, mına. Tez mına. Bola, mına. Bol. Bola. Mına. To'xtat. Bularni qayerga yeparsizlar? İmparatorning ko'nglini tish uchun shirlarning qapisiga yeparmiz oliyjanob. Bizmi teatr zalida ularning o'limini birdan ko'rib turamiz. Allah ulug'dir. İmperatorga balkim ko'ngil ochqidek fursat chiqmasligi mumkin. Mayli Galus. Xo'p.
Tez bol, bana yardım kıl. Vay bu nemi degan eg'ir musibat. Bu fojiaga odamning qandoqmi ishongisi kelsin. Tangrilarning muqaddas hurmatiga tap tortmay tajovuz qilgan nomussizlarga la'nat. Tangrimiz olmib bizga g'azab qilib, Filadelfiyani ostin ustin qilib o'tadigan bo'ldi. Qaranglar, tangrilarimizning bedellarini qandoq pach qilib o'tibdi ha. Qaranglar, tangrilarimiz bu nomussizlikning bedeliga bizni o'tqa tashlaydigan bo'ldi. Jupiterga panoh, Apollonga panoh. Yo'q. Qandoqmi ishongili bo'lsin? Qandoqmi chidab turg'ili bo'lsin? Oliyjanob. Yo'q. Oliyjanob. Bu yoqqa kelsizlar. Ko'rib boqsizlar oliyjanob. Bu yoqqa kelsizlar oliyjanob. Tangrilarimizning haykallarini qandoq chiqib o'tibdi. Qarab boqsizlar. Bu ish qachon yuz berdi? Akşam xonim. Bilmedim, bu zidi paslar qandoqmi jur'at qilgandi. Tangirlarga aytinglar, hech bo'lmaganda o'zlarining muqaddas vujudini qo'g'disin. Nima degan gap bu hamdi, ha? Ma'qul. Beringlar, tez bo'linglar. Bu qanday ish bo'lib ketdi? Bo'ludi oliyjanob, bo'ludi. Qaraganda bu shaharda biz bilmaydigan bir Allohga cho'qindigan botirlarmi bor ekanda? Galos mana. Hop, oliyjanob. Adamning ishongisi kelmaydi oliyjanob Julius. Bir qism notunush bir nimalar oqshom ibodatxonaga hujum qilib barliq tangrilarning haykallarini chiqib tashlabdi. Kimning ish ekanligini hech kim bilmaydi ekan. O saram bo'lib qolsin maxluq. Ey qudratli Jupiter. Ey oliy maqom qudratli Jupiter. Senin g'azabingdan boshqa tangrilar qo'rqidi. Agar bu xabar imperatorning qullig'iga yetib qolsa, holimiz g'avoy. Og'zingni yum. Senin ibodatxonalaringni qandoqmi buncha paskinlashtirib etgandi? Bu yerda nima ish bo'ldi? Bularni o'z g'azabing o'tida ko'ydirmassanmi? Oliyjanob, yomon bir ish yuz berdi. Nima bo'ldi? Biz hozir xabar topdik. Ba'zi ibodatxonalardagi tangrilarning haykallarini boshqalar chiqib o'tibdi. Ey qudratli Jupiter. Qachon? Dönügün akşam. Hozircha bu ishni hech kim bilmasin. Bo'libmi imperator Filadelfiyada bu ishning chiqqanligini qat'iy bilmasin. Sen bu ishlarni maxfiy tekshirib chiq. Baş üstüge oliyjanob. Anlaşımca
imperator janoblari nihoyat jiroqni shikor qiladi ekan. Mo'yin be shikar qilish emas. Mo'yin bo'g'ini shikar qilinib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Ba'zilar shikar qiladi. Yana ba'zilar shikar qilinadi. Mencha sen hukumat ishlariga buningdimi ko'proq diqqat qilmasang bo'lmaydi janobi. Yig'ilamiz. Undaq bo'lmaganda shikar qilishning o'rniga o'zing shikar qilib qolsan. Imperator janoblari, biz xabarsiz qolgan bir ishni angladinglarmikin? Faqat ogohlantirib qo'ydim. Qasrdagilar va atrofdagilarga ko'proq eziyol. Bizning Rimdagi eng chong mushkulimiz bu yangi dindikilarning agashko'chilari bilan jang qilish. Agar imperator janoblari bir kishidan gumonlansa, faqat ishorat qilib qo'yishlar kifoya. Men faqat ogohlantirib qo'yaman. Bilamsan, agar Mansuy bağladım faqat birla odam agar mushu Masih payg'ambar tarafda turib biror narsa deb qolsa, qandoq fojia yuz berdi bilamsan? Qaraganda janobi Maksimilian bilan Helin xonimning ishini ularga birsi deb qo'ygan o'xshaman. Agar Alloh yordam qilsa, bizning planlarimizni ishga oshirish orqali u biladigan hamma narsalarni unutib ketadi. Vah! Vah vah! Qaltis oldu imperator janoblari! Qaltis! Ali janob, yana bir shikar. Chu! İmperatorni yalnız qo'ymanglar. Chu! Hey, kimsen? Bu kimning ishi? Bilmeymen. Bu yer nima ish bo'ldi?
Alijanab bu ishkargohning qarovuli edi, uni birisi etib yetibdi. Әмсі немеге қарап тұрсызlar? Бәлкім біраз императорның жені қайсылап атқан болушы мүмкін. Беріңлар, қатын тұтыңлар. Xo'p. Ey bichora askar. Sen bu imperatorning qurboni bo'lib ketding.